Assalomu alaykum barchaga, hayot ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun 30-mart sanasi bo'yicha bazamizdagi mahsulotlarni, narx-navolarini ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik yozadi, borolmayman yoki ishda bo'laman. O'sha sababdan ham narx-navolar bilan yoki bazaga kelib bilolmayman degan mijozlar uchun aytib o'taman. Xo'p. Bug'doy mahsulotlarimizga keladigan bo'lsak, bug'doylarimiz 3000 so'mdan bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, o'zimizning mahalliy toza bug'doy hisoblanadi. Keyin bizda kepak mahsulotlarimiz bor. Kepaklarimiz Toshkentniki. Kepak birinchi sort unlar, ikkinchi sort unlar. Kepaklarimiz ko'rishinglar mumkin. Mayda unli zo'r kepak hisoblanadi. Manaki turibsizlar kepagi. Xo'p, ikkinchi sort unimiz bu aslida uni qozoqqa uni hisoblanadi. Zavod Toshkent bo'ladi. Bizda granulalar bor, 3000 so'm. Ko'rishinglar mumkin. Toza rossiyskiy granula hisoblanadi. Rosa brendiniki. Bu yerda katta miqdorda bor. Kepaklar narxini aytib o'tolmayman, sababi kepaklar narxi tez o'zgarib turibdi. Oxirgi sotganimizda 73000 so'mdan sotildi. Xo'p, ikkinchi sort unimiz 152000 so'm. Katta miqdorda olaman deydigan mijozlarimiz uchun ikkinchi sort unimizni kelishtirgan miqdorda beramiz. Xo'p, bizda birinchi sort unlarimiz ham bor. Bular mahalliy un zavodniki, bug'doy mo'jizasi. Buni 50 kiloligi bor. 25 kiloligi ham bor edi. U 100.000 so'm edi. 50 kiloligi 200.000 so'm optim narxladi. Xo'p, tuzlarimizga keladigan bo'lsak, tuzlarimiz tosh tuzimiz, xalq tilida aytganda yalama tuzimiz 1200 so'm bo'ladi kilosi. Bu yerda keyin vitamin tuzlarimiz bor. Buni bitta pachkasi 5 kilo bo'ladi, 10.000 so'm bitta pachkasi. Bu yerda mana vitaminlari, nimalar borligi yozib o'tilgan. Keyin bizda yana bitta turli tuzimiz bor. Bu 600 so'm. Yemga qo'shib beradigan, xuddi osh tuziga o'xshaydi. O'shanaqa. Bug'doyni aytib o'tdim. Bizda arpa va makkalar ham bor edi. Xudo xolasa yana ham keladi. Bizda bularni yarma qilib beradigan apparatimiz bor. Tegirmonimiz shakllari qanaqa tasavvur qilishinglar uchun tuz bilan shakarni kattaligida bo'ladi. Va setkasini to'g'rilab, ba'zi bir mijozlarimiz yo bizga kattaroq bo'lsin, iltimos yarma deydi yoki bizga maydaroq bo'lsin, shunga qarab to'g'rilab chiroyli qilib beramiz. Mana bu yerda kunjallarimiz standart 35 kilodan xaltalangan, bug'doyimiz 50 kilodan xaltalangan. Kunjalarimizni ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ikki xil kunjalarimiz bor. Bu yerda bunisi. Bu Toshkent kunjalasi hisoblanadi. Hozirgi narxi 30-mart sanasi bo'yicha 5900 so'm. Bunisi esa 5700 so'm. Ko'rishinglar mumkin. Bu sal maydaroq hisoblanadi. Manaki kunjallarimiz katta miqdorda xaltalab optim narxladi. Manaki boya aytib o'tganimdek ikkinchi sort unlarimiz, bu yerda granula kepaklarimiz, hozir kepaklarimiz yana keladi, xudo xolasa. Ko'pchilik mijozlar manzilni bilmaydi, telefon qiladi, boshqa qiladi. Manzilimiz Ziyodin shahri. Bu yerda Perezni ko'rib turibsizlar. Yonboshimizda mana bu yerdan Perezdan to'g'ri o'tganda paxta zavodi bor. O'shaning yonginasida joylashgan bo'ladi. Yana ham Telegram kanalimizga kunlik narx-navolarni yozib qoldiraman. Videoni pastida silkasini qo'yib qo'yaman. Bemalol obuna bo'lib kuzatib borishingiz mumkin.